الكافر Kofirlarni, jumladan zimmiy, musta'man va muohidlarni o'ldirish haromdir. Modomiki kofirlar musta'man ekan, ya'ni ularga omonlik bergan ekanmiz, ularni o'ldirish joiz emas. ذمي Modomiki kofirlar muohid ekan, ya'ni o'rtamizda ahdlashuv bor ekan, ularni o'ldirish joiz emas. Modomiki kofirlar zimmiy ekan, ya'ni ular bizning yurtimizda jizya to'lab yashayotgan ekan, ularni o'ldirish joiz emas. Unda qaysi kofirlar o'ldiriladi? Harbiy kofirlar, ya'ni musulmonlarga qarshi jang qilayotgan, musulmonlarga qarshi urush e'lon qilgan kofirlarni o'ldirish joizdir. Demak, faqat musulmonlarga qarshi jang qilayotgan kofirlarnigina o'ldirish joizdir. Qolgan kofirlarni o'ldirish joiz emas. Magar ular bizga qarshi urush e'lon qilishsa, ularga qarshi jang qilishimiz va jangda ularni o'ldirishimiz joiz bo'ladi. Zero Alloh Qur'onda Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni o'ldirmangiz, magar shar'iy haq bilangina o'ldirishingiz mumkin deb marhamat qilgan.